Fearless Uyghur camp survivor Gülbahar Jalilova, who is using her freedom to fight Chinese Communist Party, will be honored. Amerikadagi ھەممىگە ئادالەت تەشكىلاتىنىڭ 2021 yillik قەھرىمان مۇكاپاتى sahiplari 3 aprel e'lon qilindi. Mazkur tashkilot bu yillik mukofotni maxsus irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun turtkilik rol o'ynagan 4 shaxs va bir tashkilotga atagan. Uyg'ur lager shoiri Gülbahar Jelilowa xonim Uyg'ur qahramon faoliyatchi kategoriyasi bo'yicha 2021 yillik qahramonning biri bo'lgan. Assalomu alaykum. I am Gülbahar Jelilowa. I am a Kazakhstan citizen. I am a mother of 4 children. I had been doing business between East Turkestan and Kazakhstan for more than 20 years, buying goods from East. Ko'zimdan beshimni o'tgan kunlarni yetkazma deb yuribman. Menga mushu hammanglarga adalat degan tashkilotga men cho'ng rahmatimni bildiraman. Adalat Мәсьәле дигән награда берипсizlar, шуңа рәхмәтемне әйтәмен. Mazkur tashkilotning to'r betida Xitoyning jazo lagerlarining ishki sirini dunyo matbuotlarida oshkorlab kelayotgan Gülbahar Jelilovaga yuqori baholar berilgan bo'lib, uning lagerlar endi boshlangan mezgilda, ya'ni savdo qilish munosabati bilan 2017 yil 5-oyning 21 kuni Urumchiga borganida Dairlər uni faqat Uyghur bo'lganligi uchunla uning Qozog'istonda tug'ilib o'sgan Qozog'iston grajdani bo'lganiga qaramay qonunsiz holda jazo lageriga qamaganligi, u 2018 yil 9-oygacha 15 oylik qabahatlik lager hayotini boshdan kechirib, oxiri uning Qozog'istondagi 2 farzandining Qozog'iston hukumatidan diplomatik yordam talab qilishi natijasida lagerdan qutulib chiqqanligi tunishtirilgan. Buning yana uning lagerda Xitoyning begunoh Uyg'urlarga elib berayotgan qiyin qistab va o'lim, mingiyushdek har turli vahshiyliklarga shohid bo'lganligi hamda lagerdan hayot qolgandan keyin Qozog'istonga kelibla botirlik bilan o'zining jafo mushaqqatlari va Xitoyning irqiy qirg'inchiligi haqida guvohlik berayotganligidek fidokorligiga opirin o'qilgan. Butkul dunyoga da'vatman, u yerda men shu o'lim jazosi bergan jingni silib xultib o'ldigan qizlar bilan, urib o'ldigan qizlar bilan, sarang bo'lib ketgan qizlar bilan birga yotdim, ko'rdim, ko'zim bilan ko'rdim. Tajovuz deydi, bosqinchilik deydi, u kundagi ish mening beshimdan shu kunlar o'tdi. Men shu qizlarning omonatlarini yetkazma, butkul dunyoga yetkazma deb ko'zimdan beshimdan o'tgan kunlarni yetkazma deb yuribman. Xitoyning jazo lagerlarida begunoh Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan qirg'inchiliklarni Qozog'istonda turib erkin anglitishga ko'zi yetmagan Gülbahar dastlab Turkiyaga kelgan va 2020 yili oktyabrda Fransiyadan panohlik tilagan edi. U lagerdan qo'yib berilgandan buyon davomli turda lagerlarga qamalgan millionlagan Uyg'urlarning ovozi bo'lib, lagerdagi qiyin qistoq ayollarning sistemli holda majburiy tug'mas qilinishi, bosqinchilikka uchrayotganligi qatorliq Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlarni botirlik bilan pash qilib kelmoqda. Gülbahardan boshqa yana Uyg'urlarning kishilik huquqiga izchil ko'ngil bo'lib kelayotgan Amerika Davlat Majlisi a'zosi James McGovern apandi majburiy emgakning oldini olish qonuni uchun ko'rsatgan xizmati sababli adolat mash'ili degan sharafli nom bilan bu qitimqi 4 qahramonning biri bo'lgan. I'm honored because I believe deeply in the work that you do to support the human rights of persecuted minority populations around the world. We have joined forces on behalf of the Uyghurs and the Rohingya. We have worked together on behalf of the people of Sri Lanka and Kashmir and others. Together we have seen that it takes hard work and commitment and patience and persistence to protect and defend human dignity.